Germaniyaga moslasha olmayapman, Germaniyadan ketgim kelyapti, stress bo'lyapman deb bitta kuzatuvchi yozibdi, ayol kishi. Chunki kelganimga 3 oy bo'ldi. 3 oy ham bo'lmadi, lekin moslasha olmayapmiz. Oilaviy kelishibdi, oilaviy. Sizda qanaqa bo'lgan? Stress bo'lyapman, ishimdan voz kechib kelgandim, ingliz tilidan dars berardim, o'zim o'rnimni topgandim O'zbekistonda. Nima qilishni bilmayapman, faqat farzandimni o'qishi uchun shu joy yaxshi deb o'ylayapman deb yozibdilar. Nima maslahat berasiz? Sizda ham bo'lganmi shunaqa vaziyatlar deb? Men qanaqa maslahat berdim? Bilasiz, endi tug'ilgan bola ham bitta o'zini, misol meni shakllangungacha ham har xil bosqichlardan o'tadi. Bizlar inson, katta inson sifatida menimiz allaqachon shakllanib bo'lgan, farzandimiz bor yoki o'zimiz aqlimizni to'la to'kis bilib bo'lgan inson sifatida bitta narsani boshqatdan boshladingizmi, hayot yo'lini boshqatdan boshladingizmi, baribir vaqt kerak. Siz o'sha joyda o'zingiz mengizni topguningizgacha. Aytdim, avvalo siz nimani xohlaysiz? Birinchi o'rinda 3 oy juda qisqa muddat bitta davlatda siz madaniyatiga, insonlarga, umuman o'zingizda o'rningizni topib moslashguningizgacha vaqt kerak bo'ladi. Men aytdim chekinmasligini, chunki bu jarayongacha men yetib kelishni o'zi bo'lmagan, qanaqa bosqichlardan o'tganini men ozmuncha bilaman baribir. Shu bosqichdan o'tgan inson sifatida hujjat ishlari bo'lishi mumkin, ish topish masalasi bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'im ishga boradi, men esa bolalarim, turmush o'rtog'im ishga boradi, men esa uyda bo'lib qolganman. Uyda zerikyapman, o'zimni topa olmayapman, qaytib ketgim kelyapti degan. Siz nimani xohlaysiz o'zi dedim, chunki ingliz tilini bilar ekan. Nemis tilini o'rganing dedim, chunki ingliz tilini o'zi bilan cheklanib qolmaslik kerak. Avvalo yozing, ruchka qog'ozda olib yozing, fikringizni faqat o'tkazmang, stresslar ketishiga yordam beradi. Nimani xohlaysiz o'zingizni, masalan 1-2 yilda qanaqa obrazda ko'rasiz? Maqsad bo'lsa, keyin sabablar ham unga qarab turib harakatdan boshlanadi. Maqsad bo'ldim, harakat ketma-ketlikda ketadi. Bitta insonda emas, men ko'p kishidan eshitaman bu holatda. O'zimga ham bo'lgan bu vaziyat. Vaqt kerak. Misol uchun 2-3 oy yoki 5-6 oy bu yetarli emas bitta davlatda o'zingizni hayot yo'lingizni boshqatdan boshlab, o'rningizni topguningizgacha. Nima maslahat beraman men? Agar sizda ham shu vaziyatda bo'layotgan bo'lsangiz yoki ayol kishisiz, siz uyda o'tirib qoldingiz, til o'rganish jarayonidasiz, sizda oldin ishingiz bo'lgan, bu yoqqa kelib ishsiz bo'lib qoldingiz, ish topish jarayonidasiz, sizda qanaqa imkoniyatlar bor bo'lsa, hammasidan foydalaning. Qo'rqmang qadam tashlashga. O'zimni boshimdan o'tib ko'rgan inson sifatida maslahat beraman. Qadam tashlashdan qo'rqmang, albatta natijasini ko'rasiz. Bir o'xshamasa, bir o'xshaydi, bir o'xshasa, bir o'xshamasligi mumkin. Qo'shimcha til o'rganishdan tashqari ham qanaqadir hunar o'rganishingiz mumkin yoki uyda o'tirib mana bunaqa narsalar pishirib sotishingiz mumkin. Olishadi turklar, ukrainlar, ruslar, o'zbeklar sotishingiz mumkin. Telegram kanallar ochishingiz mumkin, Telegram kanalda sotishingiz mumkin yoki eBay saytidan sotishingiz mumkin. Mana sizga shuncha bitta misol tariqasidagi g'oya. Men o'zim ham shu narsani qilib ko'rganman, o'zim ham sotganman, uyda o'tirib qolgan vaqtim. Bu sizni stressdan chiqib ketishingizga yordam beradi. To'g'ri, bitta davlat tilini o'rganish bu oson narsa emas. Birdan o'rganib qolmaysiz. Bunga maslahatlarim ayollarga hayot yo'lini boshidan, noldan boshlamoqchi bo'lgan yoki boshlayotgan ayollar uchun, opa-singillarim uchun foydali bo'lsa, men xursand bo'laman. Asosiysi qo'rqmaslik kerak boshlashdan. Shunaqa.